Zahiriddin Muhammad Bobur. Zahiriddin Muhammad Bobur buyuk shoir, davlat arbobi va Boburiylar sulolasining asoschisi. U 1483-yilda Andijonda tug'ilgan. Uning otasi Farg'ona hokimi Umar Shayx Mirzo, onasi esa Qutlug' Nigor xonim edi. Bobur yoshligidan harbiy va ilmiy bilimlarni o'rgangan. Bobur 1494-yilda atigi 11 yoshida Farg'ona taxtiga o'tirgan. Ammo u o'z hukmronligini mustahkamlash uchun ko'plab janglarga kirishga to'g'ri keldi. 1504-yilda u Kobulni egallab, shu yerdan o'z hokimiyatini mustahkamladi. Keyinchalik u Hindistonni zabt etish maqsadida yurish qildi va 1526-yilda Panipat jangida Sulton Ibrohim Lodi ustidan g'alaba qozonib, Boburiylar davlatiga asos soldi. Bobur nafaqat buyuk sarkarda, balki iste'dodli shoir ham edi. U fors va turkiy tillarda ijod qilgan. Uning eng mashhur asari Boburnoma bo'lib, unda o'z hayoti va harbiy yurishlari va davrining ijtimoiy-siyosiy hayoti haqida batafsil yozilgan. Bobur g'azal va ruboiy va masnaviylar yozgan. Uning she'rlari samimiyligi va falsafiy teranligi bilan ajralib turadi. Bobur adabiyot, san'at va ilm-fanni rivojlantirishga katta hissa qo'shgan. Uning avlodlari Hindistonda buyuk madaniy yodgorliklar qurgan. Masalan, Shohjahon tomonidan qurilgan Toji Mahal ana shulardan biridir. Bobur 1530-yilda Agra shahrida vafot etgan. Keyinchalik uning jasadi Kobulga ko'chirilgan va u yerda dafn etilgan. Uning hayoti va ijodi ko'p asrlar davomida o'rganib kelinmoqda.